Аңлаватқаныңыз доктор Павел Каланити қаламидagi Nafas havoga aylanganda nomli kitob. Bu kitobni Bilgajon tarjima guruhisidagi fidoyi tarjimonlar inglizchadan uyg'urchaga tarjima qilgan. Oltinchi qism. Jiddiy tug'ut operatsiyasi qilish rostila zo'rimidi? deb so'radim men. Albatta, Pavel, dedi u. Bu ularning birdan-bir fursati edi. Agar operatsiya qilmagan bo'lsak-chi. U holda ular onaning qo'sig'idila hayotidan ayrilgan bo'ladi. Homila yurak izlig'ichida ko'rsatilishicha, homila qani kislotalashib ketayotgan ekan. Nimishqikin homila kindik to'mirida masala ko'rilgan. yoki boshqa bir eg'ir chatoq chiqqan edi. Homila yurak izlig'ichida ko'ringan chatoqning zodi bo'lmay qolgan darajada yomonlashib ketganligini qandoq bildingiz? Sizcha baldur tug'ilib qilish bilan tug'dirishga kechikib qilishning qaysi bakrak yomon, ha? Buni o'zingiz hukm qiling, Pavel. Nima degan qiyin hukm bu? Ajiba, men mushkamgacha sandvichga fransuzcha qiyam surkaymi yoki robincha qiyam surkaymi degandimmi qiyinroq qarorni chiqarib baqqan bo'lg'aymidim. Men bunda qiyin qaror chiqarish va oqibatiga ega bo'lishni qandoqmi o'rganalayman? Ya'ni o'rganishimga tegishlik meditsinaga doir nurg'un amaliy bilimlar bor. Biroq hayot mamotlik payti kelganda faqat bilimli bo'lsa yetarlikmi? Aniqki aqlli bo'lishni kifoya qilmaydi ekan. Yana aniq bo'lgan axloqiy tonishning bo'lishimi zo'r ekan. Shuningga chin tutishim kerakki, mayli qandoqlik qilmay, bu yerda men faqat bilimli emas, yana donolikni o'rganishim zarur. Nemali degan bilan, tunigun doktorxonada qadam bosganimda hayot va mamot men uchun faqat mavhumli bir fuqum edi. Mana hozir ikkilisini yaqin orliqdan ko'rdim. Balkim Beckett kitobida yaratgan personaj Pozoning degani to'g'ridir. Balkim hayot rostilla faqat bir on. U ko'zni yumib ochqicha o'tib ketgach, bizning uni tafakkur qilishimizning qilchi zaruriyati yo'q. Biroq men hozir butun zehnim bilan hayot va mamotning shohidi bo'lmish, qisqish tutgan go'rkorning rolini o'ynashim kerak. Uzoq o'tmay mening tug'ut bo'limidagi praktika navbatim oyoqlashib, tezla o'sma tashqi kasalliklar bo'limiga o'tgandim. Bu jarayonda men meditsina fakultetidagi savodishim Mari bilan olmishib ishlaydigan bo'ldik. Necha hafta o'tibla bir qitimliq tuyuqsiz kechidan keyin u Vipil nomli operatsiyaga yordamchi sifatida qatnashadigan bo'ldi. Bu intayin murakkab operatsiya bo'lib, oshqozon osti bezi rakini kesib elivitish uchun qo'rsoqdagi nurg'un a'zolarni qaytadan radga silishga to'g'ri keladi. Va bu operatsiya jarayonida uningdek meditsina o'quvchisi yonda uda 9 soatga yaqin o'rtirib ko'rsatdi. Yoki ishib ketsa, ingishib ancha-muncha yordamlashadi. Bu operatsiyani ko'rib beqish barliq meditsina o'quvchilarining orzusi edi. Operatsiya jarayoni intayin murakkab bo'lg'ach, bu operatsiyaga eng to'ni bosh praktikant doktor darajliklarla bevosita qo'l tiqib qatnasha oladi. Lekin kishini hardirib juluqini chiqarib o'tadigan bu operatsiya tashqi kasalliklar doktorining mahorati uchun cho'ng bir sinaq hisoblanadi. Operatsiya boshlanib 15 minutdan keyin men Marining koridorda yig'layotganligini ko'rdim. Vipil operatsiyasi boshlanganda tashqi kasallik doktori avval qo'rsoqdan bir ig'iz ichib, kichik kamerani kirgizdi va yo'tkalma o'sma boyuqligini ko'rsatdi. Agar rak hujayrasi keng ko'lamda tarqalgan bo'lsa, operatsiya qilganning foydasi yo'q deb qarilib, operatsiyani to'xtatdi. Mari operatsiya xonada 9 soat o'rtirganligini o'ylab, o'tinay, men bekli charchab ketdim. İlohim, nurg'un yo'tkalma o'smalar bobib chiqqay, deb ichida iltijo qilgan edi. Degandekla bemorning yarasi qaytadan tikib qo'yildi. Operatsiyami bekor qilindi. Mari beshida yeniklab qolgandek bo'ldi. Kaynidilla
cho'nqur ham azobli bir ahonat tuyg'usi uning ro'yini qiyin qistoqqa ilishga boshladi. Mari operatsiyaxonadan itilib chiqdi. Bu chaqda u dardini to'kish uchun nadomat qotisidan birsiga ehtiyojli edi. Men dal shu nadomat qotisi edim. Meditsina o'qishimning 4-yilligida savodoshlarimning bir-birlab jafosi ozroq, masalan, rentgen bo'limi, teri bo'limi degandek sohalarni tanlab, praktikant doktorligiga iltimos qilganligiga guvoh bo'ldim. Bu ish meni sal gangirtib qo'ygan edi. Shuning bilan men bir qancha dangliq meditsina fakultetlarining munosabatlik materiallarini to'plab, shuni his qildimki, men ko'rgan bu xil kasb tanlash yuzlanishi hammasida o'xshashgan. Meditsina doktorligining oxirgi yillariga kelganda ko'pincha o'quvchilar atalmish sifatli turmush, ya'ni ish vaqti ozoda, maoshi yuqoriroq, besimi ozroq sohalarga xushtarkan. Bu chaqda ularning ayni vaqtdagi meditsina doktorlik o'qishiga iltimos maqolasida tilga olgan g'oyaviy orzulari va jasorat sunadi ekan, yoki uningdan asarmi qolmaydi ekan. O'qish bitirish yaqinlashganda biz Yalida shuasining an'anasi bo'yicha o'qish bitirish murosimi qasmimizni birlikda tuzib, qayta yezib chiqish uchun bir so'ringa daxil bo'ldik. O qasamlar Hippokrat, Maymunid, Osler va shu qatordagi sanoqli ulug' tibbiy olimlar hikmatlarining uzundilaridan tuziladi. Ammo bir necha o'quvchi qasamda yozilgan bemorni o'zidan ustun ko'rish degandek so'zlarni chiqarib o'tish to'g'risida talash-tortish qilib qoldi. Lekin qog'onlarimiz bu ixtilofning uzungacha davomlashishiga yo'l qo'ymadik. Qasamda ishlatilgan so'zlar o'z peti qoldi. Bu xil o'z markazli xohishi menga xuddi meditsina ilmining tashabbusiga qarama-qarshilik. Yana o'z navbatida butunlay o'rinliqdek bilindi. Albatta, bu xil ko'z qarash 99% kishilarda bor bo'lib, ular maosh, xizmat muhiti va ish vaqtiga qarab qaysi xizmatni qilishni tanlaydi. Gap naq mushiyada. Xizmat topganda sifatli turmushni oldingi o'ringa qo'yish normal ish. Bu hargizmi orzuning o'zi emas. O'zimni ep-esam, men yanala menga tashqi bo'limi doktor bo'lishni tanlayman. Bu qaror hargizmi mundaqli chiqarilgan emas. Aslida men uzun vaqtlardan beri shuni o'ylashayotgan. Va bir kuni operatsiyaxonadan chiqib o'tib, bir balalar menga tashqi bo'lim doktorining mengisida cho'ng o'sma bo'lganlikdan besh qattiq og'irgan balasini doktorga ep kelgan ota-ona bilan o'ltirib qolgan so'zlarini anglagan. Shu daqiqada bu qarorimga tasdiq tamg'asini urib o'tgan edim. Doktor ularga faqat davolashga oid ishlarni tushuntirib qolmay, yana bu ahvolning naqadar zo'r bir tragediya ekanligini tilga ilib, bu ishning insoniy tuyg'uga yotadigan qismini sabrchanlik bilan tushuntirdi va ularga yo'l ko'rsatdi. O'limiga yerdan balaning opisi rentgen bo'limining doktori bo'lib chiqdi. U balasining tekshirish natijasini inchikilab tadqiq qilgan bo'lib, balasining mengisidagi o'smining yomon xarakterlik ekanligi uningga besh qo'ldek ayon edi. U shu topda yaltiroq nur soy tashlab turgan so'lya o'rindiqda go'yo ro'yi chiqib ketgan murdudek g'amkin bir holatda o'ltiradi. Undaqda Klayer deb so'zni boshladi doktor sipoyilik bilan. Aytingchi, doktor, ahvol rostila men o'ylagandek ig'irmi? Deb so'rdi ana doktorning gapini bo'lib. Sizcha bu rahmi? Men aniq bir nima deyolmayman. Ammo mening biladiganim va shundaqla sizlarga ayon bo'lgani shuki, hayotinglar o'zgarish bo'lsa-da, ayoq allaqachon o'zgarib bo'ldi. Bu ahvol xeyli uzun bir mezgil davomlashadi. Tushunyapsizlar? Sizlar albatta bolaga hamroh bo'lsanglar yaxshi, ammo charchaganda qaytib orom olishinglarmi muhim. Bu kasal ya rishtinglarni texmi mahkam bog'laydi, yoki bo'lmasa oilanglarni tamoman vayron qilib o'tadi. Sizlar har qanday vaqtdagidan bakrak bir-biringlarning yordamiga ehtiyojliq. Tushundinglarmi? Men ikkinglarning kechichi uxlamay, bolaga hamroh bo'lamiz deb doktorxonadan faqat ketmay turilishinglarni xohlamayman. Bo'lamdi? Doktor
sözünü davamlaştırıp, operatsiya planını tanıştırıp ötdi. Şundaqla operatsiyadan keyin yuz beradigan mumkinchiliklar va natija to'g'risida to'xtaldi. U yana qaysi qarorni hozir chiqarish, qaysi qarorni darhol chiqarmaslik, ammo o'ylanishga taraddud qilish va qaysi xildagi qarorlardan ortiqcha ansirmaslik kerakligini eskartdi. Parangning oxiriga kelganda balaning oilasidagilar aramsizlangan bo'lsa-mu, ammo ular kelgusiga dadil yuzlanishga tayyor bo'lgandek ko'rinadi. Men ularning chiroyidagi o'zgarishlarga inchkilik bilan sansagan edim. Ularning dastlabdagi arg'in, tushkun va xuddi ro'yi u dunyoga ketib qolgandek chiroyi mana endi suzilib, xeli jo'shqinlashib qoldi. Shu yerda o'ltirganimcha hayotimizning ma'lum bir vaqtida cho'qim yuzlashadigan hayot, o'lim va yashashning ahamiyati haqidagi savollarning ko'pincha kishilar kasal bilan ilishishga majbur bo'lganida ondan o'ttirga chiqadiganligini tunib yetgan edim. Har qanday bir kishi bu xildagi savollarga duch kelgan real ahvollarda bu xil yuzlashish hamon shu kishilar uchun bir qitimliq falsafaviy va biologiyalik chiniqish bo'lib qoladi. Afsuski, inson bir jonliq bo'lish sifati bilan hamma narsa hamon texmi qalaymi-qallashib mangadu deganni o'z ichiga olgan barliq fizikalik qonuniyatlarning cheklamasiga uchraydi. Kasallik bo'lsa, molekulalarning qalaymi-qanchiligi, metabolizm bo'lsa, hayotlik uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan asosiy talab. O'lim bo'lsa, hammaning to'xtashidir. Doktorlarning hammasi o'xshashli kasal davolaydi. Ammo menga tashqi kasallar doktori bo'lsa, kimlikning bo'shigi bilan hapilishadiganlardir. Har bir ming operatsiyasi zaruriyat tufaylidan o'zimizning mohiyatimizga bo'lgan bir qitimliq ma'lumotchilik hisoblanadi. Mayli xolisin yoki xolimisin, har bir ming tashqi kasallar doktori bemor bilan so'zlashganda bu gapni demay amali yo'q. Uning ustiga ming operatsiyasi bemor va uning oilasidagilar uchun ular hayotida boshdan kechirgan eng og'ir hissiy davolg'ish paydo qiladigan ish bo'lg'ashqa, ularning hayotiga zo'r ta'sirlarni olib kelishi aniq. Ana shundoq muhim va jiddiy paytda eng zarur masala o'lish yoki hayot qilish bo'lmasdan, balki qandoq hayotning yashashga arziydiganligini o'ylanishdir. Siz yoki onangizning so'zlash iqtidori badaliga bir necha oy uzunroq un-tunsiz hayot kechirishni xohlamsiz? Ko'rish sezgingizdagi ma'lum qarg'u nuqtani davolab, ko'rish quvvatingizni oshirish uchun operatsiya jarayonida ko'rilish ehtimoli bo'lgan ajallik meni qanashga tavakkul qila olamsiz? Yoki bo'lmasa, tutqoqlikdan qutulish badaliga o'ng qo'lingizning kerakdan chiqishiga rozi bo'lamsiz? Balangizning hayot turg'inidan o'lib ketgani yaxshi ekan degan qarorga kelishdan burun uning qanchalik nervi og'riqining azobini tortishiga chidab tura olamsiz? Chunki menga bizni dunyo bilan tutashtirib turdi emasmi? Har qanday menga munosabatlik masala yaxshisi bir doktorning yetakchiligida bemor va uning oilasidagilarni bir savolga boshlab boradi. Zodi nima hayotni davomlashtirishga arzigudek ahamiyatga ega qiladi? Go'yo qadimiy Yunon tilidagi takommullashgan fazilat aritif hukmining talabidek axloqiy, hissiy, ruhiy va jismoniy jihatlardan mukammallikka tangdoshsiz yuqori talab qo'ydigan nerv tashqi kasallar ilmi meni o'ziga adoqqichi ram qilib olgan edi. Nerv tashqi kasalliklar ilmi menga hayotning qimmati, kimlik va o'lim bilan eng bevosita va eng yaqin bo'lgan yuzlanishga chaqiriq qiladigan bir sohadek bilinadi. Ularning ig'ir mas'uliyatiga yarasha nerv tashqi kasalliklar doktori bir qancha kasbda, masalan, nerv tashqi kasallik ilmi, ig'ir kasallarni jiddiy davolash ilmi, nerv kasallari ilmi va rentgen ilmi qatorliqlarda kamolatga yetishi zarur edi. Men shuni tunib yetdimki, men faqat menga va qo'llarimni tovlash bilan birga kasbni yaxshi qilish uchun, ya'ni ko'zimni va boshqa a'zolarimni mashqlantirishim kerak ekan. Bu xil ideya shu qadar kallamni chirmib oldi va qon-qinimga singib ketishga boshlagan edi. Balkim kunlarning birida menmi ashu hissi, ilmi, ruhiy masalalarning eng chunqur qatlamlariga singib kirgan va hal qilish choralarini topgan istidodli allomalar qatoridan o'rin olib qolaman.